Do'stlar, mana Minsk mototsikl. Manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar. Puli 3 million. Ozgina bir bak benzinni puli o'tib beriladi, boshqa ko'p tushilmaydi. Hujjatlari yo'q, bu shu dala dashga mashina bir chorva porvaga haydasa bo'ladi. Kraska bo'lgan. Sidinkasi ham o'naki nakitkadan qo'yilgan. Balonlari yomon emas. Gulshitiri o'ziniki emas, bir vasxotniki predelka bo'lganmi? Ekonomishni karburator turibdi, Xitoy gilza. Olli Petrashina, farasi, dalniy bilejniy, поворотныйlar, tormozni bossangiz stoplari yon ekan. Mana bu taxir-tuxirlari ishlamaydi. Hozir zavod qilib ko'rsataman. Do'stlar, iltimos olayotgan bo'lsanglar telefon qilinglar, faqat naqd pulga sotiladi. Taqalgan joyi 2 million 800. Undan boshqa tusha olmayman. Noshkasi yo'q. Faralari shu do'stlar, bu hozir quyoshga ham uncha ko'rinmayapti. Yongani ishqilib поворотныйлari yonadi. Faralar dalniy bilejniy bo'ladi. Aybi shu noshkasi yo'q. Bitta noshka topib qo'yib olasizmi, temirdan yasab olasizmi? Shu Manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar. Iltimos olayotgan bo'lsanglar telefon qilinglar. Telefonni ko'tara olmasam Telegramdan tashlasanglar, aka tashlang, borib ko'ramiz desanglar tashlab yuboraman. Shu do'stlar, taqalgan 2 million 800. Shu